Millat yoshlarini berib qo'ydingmi? Assalomu alaykum qadrdonlarim. Assalomu alaykum. Ya, Eshmat og'a, nimalar dedingiz? Ha, maymunchasiga hol-ahvol so'radim. Bugungi dolzarb savol sizga. Ha, bemalol beravering. TikTok platformasidagi millatni sharmanda qilayotganlarga nima deysiz? TikTok ko'rmayman. Erta maymunlar ko'pni kim nima qilsa, ko'rgani ham shuni qiladi. Ya, siz ham maymunsiz-ku. Men maymun bo'lsam ham, ulardagi ahmoq maymun emasman. Xo'p, nima maslahat berasiz? TikTokda millatni sharmanda qilayotganlarni jazolash kerak. Ya, bo'ldimi? Davlat qaramayapti-ku, men nima deya olaman? Yoshlarning ongsiz bo'lishiga jim qarab turishyapti-ku. Buni demokratiya deyishsa kerak. Millatning sha'nini yerga urish, yoshlarni fohishaga boshlashmay demokratiyami? Yo, lekin Nima lekin? Tupurdim unaqa demokratiyaga. O'zbek beklar avlodi, Temuriylar, Buxoriylar avlodi. Dunyo tan olgan olimlar bizdan chiqqan. To'g'ri. Bu TikTokdagilarning ayrimlarini na o'zbek desa, na musulmon desa bo'ladi. Ha, to'g'ri. Pul uchun millatini sotadi, onasini so'ktiradi. Tupurdim unaqalarga. Men ham tupurdim. Millat yoshlarini berib qo'ydingmi? Vaqtlarini ajratganlar uchun rahmat. Like bosib, fikrlarni kommentga yozinglar.